DJ Tab haqida 100 ta fakt. Hamma tayyor bo'lsa biz boshladik. Asl ismi Anvar, familiyasi Toshmurodov. 1997-yilda tug'ilgan. Asli Qashqadaryolik. Sergelida istiqomat qiladi. Undan oldin Chilonzorda ijarada turgan. DJlik sohasiga musiqani sevgani uchun kirib kelgan. YouTube kanalida hozirda 320 mingdan oshiq obunachisi mavjud. 378 ta video bilan. 2023-yil 23-iyul sanasida YouTube akkaunti registratsiyadan o'tgan. Jam prosmotorlar soni 230 milliondan ortiq. Minor Lightrimning replarini sevib tinglaydi. Minor Lightrimning qo'shiqlarini remix qila olmaydi. Sababi buzib qo'yishdan qo'rqadi. Instagram kanalida 83 mingga yaqin obunachiga ega. 187 ta post bilan. Jonli efirni asosan Instagramda qiladi. Tabiatdan ochiq ko'ngil hisoblanadi. Deyarli har bir kommentariyaga javob beradi. Qo'ldan kelgancha har bir so'ragan musikangizni remix qilib beradi. O'zi yaratgan remixlarni asosan Telegram kanaliga tashlaydi. DJ Tab har bir ijtimoiy tarmog'ida bo'ladi. Mashina turlariga qiziqmaydi. Undan ko'ra yaxshi kompyuter bo'lsa bas degan fikrda. Maktabda tarix fani darsida do'sti bilan karta o'ynab o'tirgan va ustoz ko'rib, o'sha darsdan bir amallab qochib vaqtini kompyuterxonada o'tkazgan. Uydagilarga shanbalikda qatnashdik deb bahona qilishgan. Matematikani ajali hisoblanadi. Vodiy bilan vohani adashtirib yuborgan. Jonli efirda bananni qanday yeyishni o'rgatgan. DJ Zuxa bilan yaqin do'st hisoblanishadi. Muxlislari mehmonga chaqirsa albatta borishini aytgan. Agar mehmondorchilikda tamaki va alkogol mahsuloti bo'lsa, 1 minut ham turmasligini aytgan. Ya'ni ichish chekishga qarshi. DJ Tab qayerdan pul topadi? To'yga chiqmasa, klubda yurmasa, barga bormasa, zakazda yurmasa, to'liq daromadi YouTubedan hisoblanadi. YouTube O'zbekiston uchun kapek to'laydi deb hisoblaydi. YouTubedan oyiga 300-400 dollardan ko'proq daromad qiladi. Juda mayda gap, odamlarni yoqtirmaydi. Maqsadga sirazu o'tish kerak degan fikrda. Qishloq xo'jaligi va ko'tarma transport sohasida o'qigan. Asli Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidan. Bo'yi 180 dan baland. Shirinlikni yoqtirmaydi. Shirinlikdan ko'ra sho'rtak narsalarni yaxshi ko'radi. Hozirda deyarli har kuni YouTube kanaliga remix video joylaydi. Qo'shiq qaysi tilda kuylangan bo'lsa, o'sha davlatning auditoriyasi kelib qo'shiladi. TikTok kanali o'chib ketsa, achinmasligini aytgan. Obunachilari bilan hazillashishni yoqtiradi. Do'stlari bilan Counter Strike o'ynab turadi. O'zini boshqalarga nisbatan zerikarli odam deb hisoblaydi. Agarda kompyuterga sho'ng'ib ketsa, 2-3 kunlab ovqat yemasligini aytgan. Video montajni Botirjon ismli do'sti qiladi. Mumtoz qo'shiqlarni deyarli kam remix qiladi. 2-3 yildan keyin o'zini million obunachilar bilan tasavvur qiladi. Hozirda uylanmagan. To'yini muxlislari bilan birgalikda nishonlamoqchi. To'yining taklifnomasini Instagramda stories qo'yishga va'da bergan. Hozirda klip olmoqda. Klipga xohlagan aktyorskiy talanti bor muxlisi kelishi mumkinligini aytgan. DJ Tabning muchali sigir hisoblanadi. Yoqtirgan rangi siyoh rang. Praktikasi 10 yillik hisoblanadi. Remixlari deyarli barchasini After bilan hamkorlikda chiqaradi. Videolarda juda ko'p hashtaglardan foydalanadi. Qurut va serni palichkalarni yaxshi ko'radi. Tilingni tushunmayapman deb muxlislardan biri arabchasiga yozgan va DJ Tab ko'rib, men uni duo qilyapti deb omin arabcha yozgan edi. Deyarli so'kinmaydi. Qizlar bilan rasmga tushishni yoqtirmaydi. Ko'pincha soat 12 larda uxlaydi. Ba'zi fayllarni million xil saytlardan olgan. Jonli efirlarni random vaqtlarda qiladi. TikTok akkaunti bir necha marotaba o'chib ketgan. Instagramda atmetka qilishga qarshi emas. Ko'zlarining rangi jigarrang. Eng mashhur remixi Seroning Kech olmadim taronasi bo'lgan. Va ushbu trek Seroning YouTube kanalida 20 milliondan ortiq ko'rilgan. Remixlari ko'pincha bayramlarga moslab ham qiladi. Telegram kanalida 53 mingga yaqin obunachisi bor. Telegram kanalini 2020-yil 11-avgust sanasida ochgan. Telegram kanaliga eng birinchi tashlangan muzika bu Shohruh Abadiyaning muzikasi bo'lgan. Telegram va YouTube'da bir necha fake kanallar mavjud. DJ Tab DJlar uchun alohida kanal yaratgan. 2024-yil 11-dekabr sanasida YouTube kanalida 100 ming obunachiga erishgan. O'sha paytda 2025-yil oxirigacha million obunachiga erishish niyati bor edi. Hozirgi kunga qadar Telegram kanaliga 865 ta muzika tashlagan. Pluginlarni asosan chet el DJlardan sotib oladi. Remix muzikasi DJga emas, eshituvchiga yoqishi kerak deb hisoblaydi. Instagramda hech kimga obuna bo'lmagan. Telegram kanaliga reklama ham joylab turadi. Chikokardi taronasi remix varianti YouTube kanalida eng ko'p prosmotr olib kelgan. Yangi yaratgan remixlarni odatda Instagramda stories qo'yadi. To'y borasida siqilmaslik kerak degan fikrda. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Keyingi 100 ta faktimiz kim yonima haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.